hammaga. Bugungi darsimiz 3-dars Word dasturi. Word dasturida birinchi bizlarda Sazdayl menyusi paydo bo'ladi. Bu menyuda biz новый dokumentni bosamiz va вставка menyusiga o'tib biz figurini va значки menyularini ko'rib chiqamiz. Biz asosan figuri menyusida va значки menyusida shakllardan foydalanamiz. Figuri menyusida xohlagan turdagi shakllarimizni joylashtirishimiz mumkin. Biz o'zimiz chizib hosil qilishimiz ham mumkin shakllarni. Bu chizish uchun esa biz ustiga mana bu shaklni ustiga bosgan paytimiz bizda plyuscha menyus hosil bo'ladi. Mana hosil bo'ldi va plyuschani ustiga bosib shakl chizib olamiz. Mana buni har xil turdagi qilib bo'yasak bo'ladi. Zalivka figuriga o'tib har xil rangga bo'yashimiz mumkin. Men qizil rangga bo'yamoqchiman. Mana shaklimiz hosil bo'ldi. Lekin bizlarga bu shart emas. Bizlarga asosan вставка menyusidagi figuridan xohlagan turdagi shakllarni ko'rishimiz mumkin. Mana menga turburchak kerak. Turburchak hamma shaklda ham plyuscha paydo bo'ladi. Bu plyuschani ustiga bosib shaklni chizishimiz mumkin. Mana keyin o'sha shakl paydo bo'lgandan so'ng format figuri menyusi ochiladi. Format figurida esa zalivka figuridan xohlagan rangini bo'yashimiz mumkin. Men oq qilaman masalan. Va kontur figuri bor. Kontur figuri esa chetlaridagi rang ko'k bo'lgani uchun men buni ham oq qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin va bizlarga asosan bu shaklga effekt figuridan effekt beramiz. Masalan, zagolovka degani bu ustki qismiga joylashtirish, ostki qismiga joylashtirish, ichiga va chap yoki o'ngga joylashtirish. Ustki qismi, ostki qismi, har xil turdagi qismlarga joylashtirishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Keyin ten menyusi. Ten menyusida esa soya degan ma'noni anglatadi. Soyada biz orqasidagi, pastidagi, chap, o'ng qismidagi soyalarni va ichidagi soyalarni ham olishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, chetlarida soyalar paydo bo'ldi. Va bizlarga yana shaklning ustidan shakl joylashtirishimiz mumkin. Men masalan dumaloq shakl joylashtiray. Mana har xil turdagi qilib o'zgartirishimiz, joylashtirishimiz mumkin buni ham. Zalivka figuriga o'tib qizil rang qilamiz. Ko'rib turibsizlarki, bu Yaponiya bayrog'i hosil bo'ldi. Menga hozir bu shart emas. Hozir figura menyusidan yana bir bayroq hosil qilamiz. Ko'k, buni zalivka figuridan och ko'k qo'yamiz. Shuni Ctrl C V qilib pastki qismiga o'tkazamiz. Va bu pastki qismidagini yashil rangga bo'yaymiz. Buning uchun zalivka figuridan yashilni bosamiz. Ko'rib turibsizlarki, bu yashil rangga bo'yaldi. Va biz yulduzchalarni, oyni qanday qilamiz deyishingiz mumkin. Buni ham iloji bor. Вставка menyusiga o'tamiz, figuridan pastroqqa tushirsak, yulduzchalar bor. Har xil turdagi yulduzchalar bor. Bizga mana shu kerak. Xo'sh, yulduzchalarni birma-bir joylashtirib chiqamiz va rangini zalivka figuridan oq qilib olamiz. Ctrl C, Ctrl V qilsak, yulduzchalarning o'zi joylashadi.
ko'rishingiz mumkin. Bitta qilib joylashtirib chiqamiz. Mana bizda O'zbekiston bayrog'i yulduzlari paydo bo'ldi. Oy shaklini biz yana figura bo'limiga o'tib oy shaklini qidiramiz. Buni belgilab olamiz va xuddi o'rgatganimdek chizib olamiz. Buni zarifka figuridan oqqa o'zgartiramiz. Mana. Bizda O'zbekiston bayrog'i paydo bo'ldi, lekin biz bitta narsani unutib qoldirdik. Bayroqda qizil rangni unutib qoldiribmiz. Buni yana qaytadan qilib chiqamiz. Buning uchun chetlari yo'q to'rtburchak bizlarga kerak bo'ladi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham joylashtirib olib, rangini zarifka figuridan qizil qilib chiqamiz. Mana bizlarda O'zbekiston bayrog'i paydo bo'ldi. Yana bir menyumiz bor bizlarda, значки menyusi. Значки menyusida esa bizlar asosan internetdagi paydo bo'lgan rasmlarni joylashtirishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil turdagi logotip va brendlar joylashtirishimiz mumkin. Menga samolyotcha ma'qul keldi. Bosamiz va buni ham 6-siga o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Buni ham ranglarini o'zgartirsak bo'ladi. Uning uchun yana zarifka resimkidan xohlagan rang qilsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Значки menyusida asosan har xil turdagi logotip brendlari va har xil turdagi imo ishoralarini, smayliklarni ko'rishimiz mumkin. Har xil turdagi stikerlarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana biz notebook internetda joylashtiramiz. Birdaniga 3 ta rasm ham, 2 ta rasm ham olishimiz mumkin. Mana uni ham katta, kichik qilib joylashtirsak bo'ladi. Mana bu ham joylashdi. Mana shu yoqdan asosan belgilab topsak bo'ladi. So'zlarni va logotip brendlarini belgilab topsak bo'ladi. Sport elementlaridan futbolni ham tanlashimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, har xil turdagi elementlar paydo bo'ldi. Bugungi darsimiz shu bilan iborat edi. Xayr, sog' bo'ling.